aktivni yorvordinglar. Kema haqidagi va'da qilingan obzorni boshladik. Ketdimi? Queen Mary 2 kemasini razmeri jaydari qilib tushuntiraman. 345 metr ekan. Bu degani Eiffel minorasini shuni yotqizsanglar 15 metr ortib qoladi degani. Ot kuchi nimaga teng? Motorni agar solishtiradigan bo'lsak, 1000 ta Gentrani kuchini beradigan katta motor turibdi. Tasavvur qilinglar, 1000 ta Gentra bilan agar tashashsa, kuchli taxminan teng keladi. O'tgan safar aytgandinglar, 300 tonnami bir kunda rasxod kerosin. Ha, bir kunda 300 tonna rasxod qilar ekan kerosinni. Undan tashqari maksimal tezligi 56 km/soatiga ekan. Bu Atlantika okeani bo'yicha eng tez yurar laynerlardan biri hisoblanadi. Ushbu kemani sohibi Cunard kompaniyasi 1840-yildan beri Liverpooldan New Yorkka, ya'ni 180 yil oldin ham pochta xizmatlarini kemalarda ko'rsatib kelgan. O'sha mashhur Titanic kemasi qurilganda Cunard kompaniyasining allaqachon Karpatiya kemasi yo'lovchilarni Yevropadan Amerikaga tashigan. Ayni Titanic kemasi falokatga uchraganda Karpatiya kemasi 100 kilometrdan yordamga kelib 700 ta odamni qutqarib qolishiga sababchi bo'lgan. Lekin ayni o'sha Titanicdan 20 kilometr uzoqda bo'lgan Kaliforniya kemasi esa yordamga kelmagan. Eng qiziq joyi bu narxi bo'ladi. Bitta odamga $1900 dan $45000 8 kunlik sayohat, ya'ni Fransiyadan New Yorkgacha boradi. Agar kema to'lib boradigan bo'lsa, borish qaytish narxi $12 million pul bo'lar ekan. Yana bitta qiziq ma'lumot, 90-yillarga kelib, aynan bu kompaniya bankrot bo'lishni boshlagan. Chunki samolyotlar ommalashib ketgan va shunda 97-yilda Titanic kinosi ishlab chiqilgandan keyin kruz sayohatlarga yana talab oshib ketgan. 2004-yilda aynan bu kema juda ko'p joylar Titanicga o'xshab yasalgan va odamlar chiqishini asosiy sababi aynan bu kema Titanicga o'xshaganligi uchun chiqishadi va 2003-yilda kema qaytadan to'liq remont qilib topshirilgan. Bu kорабль ichiga 2600 odam sig'ar ekan. Okey, shunaqa kattaki, kichkina shaharcha zelan bo'ladi. 3 kun ichida polnisi aylanib chiqib kelsanglar bo'lar ekan. Okey, bu kорабльga 22 yil bo'lgani bilan ishoninglar, hamma komfortlarni qilib qo'yishganda, ikkita katta restorani, bir nechta basseynlari, trenajyorniy zal, kutubxona, konsertniy zal, kinoteatr hammasi bor ekan. Bitta narsaga hayron qoldim. Ko'rasan, faqat chol kampirlar bu yoqda, yoshlar yo'q. Nimaga chol kampirlar bu kорабльni yaxshi ko'radi? Bilsangiz, kommentariy qoldirib keting. Alloh qodir qilgancha obzor qilib berdik. Kamchiliklarni kommentariyada to'ldirib ketasizlar. Lekin akalar, umringlarda hatto bir marta bo'lsa ham laynerga chiqib sayohat qilib ko'ringlar. Ishoninglar arziydi. Lekin mazza qilasizlar.